Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun tez tomoq yeyish yaxshimi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosligi tez tomoq yeyishninki ziyni to'g'risida to'xtalaman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bo'lsin. Balaliq chaqlarda balkim ota-onangiz sizga tomoq yegizolmay nola faryod qilgan bo'g'itdi. Yoki siz qandoq qilsam bolalarim tezroq tomoq ye deb bosh qotirgan bo'lg'idingiz. Xizmati bor har qandoq ota-onalarga nisbatan bolalarning oz tomoq yeyishi haqiqatanmi bosh og'ritadigan bir masala bo'libmi atdiganda ishqa oldirgan vaqtida bolalarning ota-ona bilan qirishqinidek tomoqni osti yeyishi haqiqatanmi odamni stress qiladigan bir ish. Undaqda bolalar cho'qim tomoqni tez yeyish kerakmi? Bolalarni tomoqni tez yeyishga zo'rlash yoki ularni tomoq tez yeyishga ko'ndirish insonlarning tomoqni tez yeyishga odatlanishining asosi bo'lib, u hargizmi tashabbus qilishga arziydigan yaxshi odat emas. Tez tomoq yeyishning ziyni to'g'risida to'xtalishdan burun avval bu tez tomoq yeyishning nima ekanligi to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tishga to'g'ri keldi. Ya'ni tomoqni qanchalik tez yegan vaqtida tomoqni tez yegan hisoblanadi degan vaqtimizda hammamizga ma'lum bo'lgandek inson oldirash chog'larda cho'qim tomoqni tez yeyishi mumkin. Ammo tomoqni qanchalik tez yegan vaqtida va qancha qitim tez tomoq yegan vaqtida tez tomoq yegan hisoblanadi degan vaqtimizda tez tomoq yeyish deganda u insonlarning tomoqni tez suratda yeyish odati bo'lib, undaq insonlar tomoq yeganda doim yemakliklarni to'liq chaynamay va har bir qo'shiq tomoqning ta'mini to'liq tetmay, uni tez suratda yutish ko'zda tutildi. Normalda oshqozonning cho'ng mingiga qo'saq to'ygan signalni yetkazish uchun 20 minutdan 30 minut vaqt ketadigan bo'lib, bir vaqt tomoqni shu 20 minutdan 30 minut ichida tamomlash odatda tez tomoq yegan hisoblanadi. Tez tomoq yeyishga odatlangan inson cho'ng minga qo'saq to'ygan signalni topshirib olguncha badan ehtiyojidan ortiq tomoq iste'mol qilishi mumkin. Tez tomoq yeyishning ziyni. Davomli tez tomoq yeyish insonlarning sog'lomligiga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ularni qisqa va uzun muddatlik deb ikki cho'ng tarafga yig'inchoqlash mumkin. Tomoqni tez yeyishninki qisqa muddatlik ta'siri. Birinchisi, qo'saq ko'pish, qo'saqqa yal qilishni keltirib chiqaradi. Ikkinchisi, qon besim va qondagi shakar miqdorining o'rilishini keltirib chiqaradi. Üçüncüsü, hazm qilishning qiyin bo'lishini keltirib chiqaradi. To'rtinchisi, badan ehtiyojidan ortiq tomoq yeyishni keltirib chiqaradi. Mana bular tomoqni tez yeyish yoki tez tomoq yeyishninki qisqa muddatlik ta'sirlari. Undaqda tomoqni tez yeyishning uzun mezgillik ta'siri nimalardan iborat degan vaqtida tomoqni tez yegan vaqtida u tövəndikidək uzun müddətlik ta'sirlarni keltirib chiqardi. Semizlik, metabolizm universal kasalligi, diabet kasali, oshqozon yallig'i, yurak kasali va ba'zi raqlarga giribtor bo'lish xavfini oshirib o'tadi. Ya'ni tez tomoq yegan vaqtida yuqorqidek bu kasalliklar insonlarning yuqorqidek bu kasalliklar giribtor bo'lish xavfi ishib bordi. Shunga biz o'zimizning qulayligini deb hargizmi
balalarni tez tomoq yeyishga zo'rlamasligimiz yoki ularni tez tomoq yeyishga ko'ndirmasligimiz kerak. Chunki balaliq chog'dagi bu odat kelgusida biz cho'ng bo'lgan vaqtida bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatadigan turmush odatimizga aylanishi va sog'lomligimizga ba'zi salbiy ta'sirlarni ilib kelishi mumkin. Bugungi bu tez tomoq yeyish yaxshimi degan qisqa savod xarakterlik leksiyani oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh.